Sizlar ham mana shunaqa elektrichеский plitada ovqat qilish mumkinligiga ishonmaysizlarmi? Unda videoni oxirigacha ko'ringlar. Mana sizlar so'ragan elektrichеский sensorli plitani olib kelib qo'ydik. Bu plitani bizda ikki xil rangi bor. Birinchisi qop-qora bo'ladi. Ikkinchisi mana bunaqa yangicha dizaynligisi bo'ladi. Bu plitamizni mощности 3500 watt bo'lib, bu o'zini samoохлажденияsi bilan jihozlangan. Bu degani plitani o'chirganingizdan keyin o'zini o'zi sovutadi va yana normal holatiga qaytadi. Bu esa plitaning umrini uzaytiradi. Plitaning o'zini boshqaruv paneli bor. Buni yoqish uchun 10 knopkasini bir marta bosamiz va xohlagan rejimingizni tanlaymiz. Plita o'zi avtomatik mana 3000 gradusda qizishga boshladi. Bu plitada bemalol qish kunlari isinsanglar ham bo'ladi. Bu plitamiz hozir ko'rsatyapmiz qay darajada ishlashini. Bu yoqda baland-past qiladigan o'zini datchiki bor. Mana qancha pasaytirgan sari 2200 ga tushdi. Mana bu yerdagi issiqlik manbai ham shuncha pasayib boradi. Ko'rib o'zingizlar baho beringlar.